Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 giyohdan tayyorlangan va u immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikda yordam beradi, prostata bezini sog'lomlashtiradi, shuningdek peshob ushlab tura olmaslik kabi erkaklarda ko'p uchraydigan muammolarni bartaraf etadi. Turfa olam sizga faqat sinalganini tavsiya qiladi. Hoziroq buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Interfax agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina armiyasi 11-yanvarga o'tar kechasi Rossiyaning Voronej viloyatidagi ko'p qavatli uylarni nishonga oldi. Interfaxning bildirishicha, 11-yanvarga o'tar kechasi 2 soat ichida Voronejda 30 dan ortiq portlash sodir bo'lgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, Kiyev tomonidan yo'llangan zarbalarning asosiy qismi ko'p qavatli uylarga, shuningdek aholi uylariga qaratilgan. Interfaxning Voronej gubernatori Aleksandr Gusev hisobotiga tayanib bildirishicha, Ukrainaning hujumi natijasida 11-yanvarga o'tar kechasi Voronejdagi 7 ta ko'p qavatli va 6 ta shaxsiy uy talafot ko'rgan. Qurbon bo'lganlar yoki jarohat olganlar haqida hozircha tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Voronej gubernatori Aleksandr Gusevning urg'u berishicha, Kiyev shu turdagi tinch aholi uylariga hujumi bilan Rossiyadan yana Oreshnik raketasi orqali zarba so'ramoqda va Aleksandr Gusevning ishonch bilan ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari Kiyevning ushbu so'rovini tez orada to'liq qanoatlantiradi. Bu gapga esa tushundi. Endi Ukraina yo'qotishlariga aloqador xabarlarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib bergan axborotiga ko'ra, 11-yanvargacha Ukrainaning barcha frontlardagi bir kunlik yo'qotishlari umumiy 1090 nafar askarni, 2 ta Neptun raketasini, shuningdek 10 ta CV-90 harbiy piyoda mashinasini tashkil qildi. Endi Erondagi namoyishlarda ishtirok etayotgan kishilarni hukumat tomonidan qo'yilgan barcha qizil liniyalarni kesib o'tgani to'g'risida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. IRIB telekanalining axborotiga ko'ra, namoyishchilar hukumatning barcha qizil liniyalarini kesib o'tgan holda o'zlari uchun hukm o'qidi. Sababi 11-yanvarga qadar namoyishchilar tomonidan Eronda 26 ta masjid yoqib yuborildi va ular bizga islom, shuningdek shariatni keragi yo'q shiori ostida ushbu harakatga qo'l urmoqda. Eronning yana bir agentligi IRNAning bildirishiga ko'ra esa, Eron oliy diniy rahnamosi Ali Xumayniy 10-yanvar kuni mamlakat xavfsizlik tizimlariga 11-yanvar kunidan rasman namoyishchilarni bostirish uchun haqiqiy quroldan foydalanishga ruxsat bergan. Qo'shma Shtatlarning Axios agentligi e'lon qilgan sonlarga ishonilsa, shu kungacha Erondagi namoyishlarda 220 nafarga yaqin kishi halok bo'lgan. 2270 nafar kishi esa qamoqqa olingan. Hibsda saqlanayotganlarning aksariyat qismi Axiosga ko'ra oliy jazoga hukm etilib qatl qilinishi aniq. Eshitmaganlar uchun eslatma. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Tehronda hukumat ag'darilishini 100% qo'llab-quvvatlab, namoyishchilarga yordam berishga tayyor ekani haqida post qoldirgan. Qiziq va hayron qoladigan tomoni shundaki, Yevropa ittifoqi ham birdan Erondagi namoyishlarni, shuningdek namoyishchilarni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirgan. Bild agentligining xabariga ko'ra, Ursula von der Leyen o'zini 10-yanvar kungi bayonotida Erondagi namoyishlarga alohida urg'u berib, Eron hukumatidan namoyishchilarga qarshi hech qanday kuch ishlatmaslikni talab qilgan va Ursula von der Leyenga ko'ra, Tehron ozod yashashga haqli. Shu boisdan xalq harakatiga hukumat aralashmasligi shart. Bordi-yu namoyishchilar o'qqa tutiladigan bo'lsa, Ursula von der Leyenga ko'ra, Yevropa bu halokatga jim qarab turmaydi. Ammo Yevropa ittifoqi Isroil tomonidan G'azoda bolalar va ayollarni qatl qilinishini ko'rmay qoladi yoki ko'rsa ham jim qarab turadi. Biroq Tehronga kelganda bu pozitsiya yashin tezligida teskarisiga o'zgaradi. Mana sizga Yevropacha adolatli dunyo. Eslatib o'tamiz, Britaniyaning Bloomberg agentligining xabariga ko'ra, 10-yanvar kuni Eron hududiga Erondagi namoyishchilarga yordam berish uchun Elon Musk'ni, aniqrog'i Qo'shma Shtatlarning Starlink tizimlari yuk mashinalarida kiritilgan va Starlinklar endi namoyishchilarga bepul internet yetkazib berib, g'arbdan yangidan yangi ko'rsatmalarni olishda yordam beradi.
endi Yevropa Ittifoqining Qo'shma Shtatlarga qarshi sanksiya qo'llash uchun boshlagan tayyorgarligi haqida to'liq axborot beramiz. Telegraf agentligining bildirishicha, Bryussel bordi-yu Qo'shma Shtatlar Grenlandiyaga qo'shin kiritadigan bo'lsa, u holda Washingtonga qarshi sanksiya joriy etishni rejalashtirgan. Bu rejada esa Telegrafning ochiqlashicha, ayni paytda Qo'shma Shtatlarning Google, X va Microsoft kabi kompaniyalari faoliyatini Yevropa hududida to'xtatish kabi harakatlar ko'zda tutilgan. Telegrafga ko'ra, agar Trump Grenlandiyani Daniyaning ixtiyorida qoldiradigan bo'lsa, Bryusselning sanksiyalar bo'yicha fikri ham o'zgarishi mumkin. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.